Всем привет, men qadrli любимчиklarim, yaxshimisiz, sog'liginglar yaxshimi? Bilgan bo'lsanglar, men bir kun 3 ta video qo'yaman, bir kun faqatgina bir dona Vine qo'yaman Instagramga. Men sportiv obrazda kiyinishim kerak edi. Kecha video oldik-ku, shuni obrazini yaratish uchun va menda faqatgina ko'chaga kiyish uchun bittagina trikoyim bor, xolos. Bilasizlar, ko'chaga triko kiymayman, kam kiyaman. O'zi bitta dvoykam bor, sportivniy ko'chaga kiyadigan, и потом shu trikoyim bor ekan. Unga moslab shu qora vodolskan kiydim. Bilmadim, men bilan qiziqish ko'ringan, lekin qizarib ketganga o'xshaydi. Unaqa emas-ku. Tavba qilib ham mayli dedimda. Kiyimlar hammasini tashladimda, yerga "Ale, hop" dedimda, shartta kiyib oldim. Mana ko'rishinglar mumkin. Bilmadim, nimagadir sportivniy kiyim yarashmaydigan bo'lib qopti. Avval yarashardi menga. Maktab paytida faqat murskoy kiyimlar kiyib yurardim. Bilasizlar, doim yalang'oq yuraman. Ayam so'kadi doim. Gadoy bular paypog'i yo'q deb shuncha issiqqina qilib paypoq kiyib oldim, chunki krossovka kiyaman. Kepkam kiyib keladi, borib keldim. Oldin shunaqa ko'p sportivniy kiyinardim, hozir sportivniy kiyingim kelmay qopti unchalik. Ustimga shu kamzirni kiydim, chunki kurtkalarni